Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Bu yerdan shunaqa shkaf deyiladi aka. Shkaflarda hozir narx-navosini aytib o'tamiz hamda qanaqa materiallarda bo'lgan, garantiyalari bormi, yo'qmi, shular haqida ham batafsil gaplashib o'tamiz. Mebel Market uz kanalimizga albatta obuna bo'lib, videolarimizga bittadan like bosib tursanglar, biz videolarimizni iloji boricha sifatli qilib, yaxshi qilib ma'lumotlarni beramiz. Amakimiz mana gaplarni eshitib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Yo'q, dastlabki emas, kelib olamiz desa, kelib olamiz, beramiz. Sizlarni ko'rishinglar mumkin. Xo'p, qani bu yoqdan bir chekkadan ma'lumotini beraveramiz. Mana qop-qora svetdagi shkafimiz. Mokri, ha? Xo'p, buni razmerlari qanaqa? Aka 1.62. Assalomu alaykum. Kelinglar aka 1.62 2.5 aka. 100% PVH aka, ikkitasigacha aka 1.8 kami bor deyapmiz. 1.800 ming so'm. Kami bor. Kami bor. Kami bor. Yaxshi. Aka mexanizm ham yaxshi aka. Vakuumli aka. Men vakuumli deyotganimiz sabab tushuntirib o'tamiz. Mana eshikda kelib turibdi, qattiq yopsangiz ham o'zi sekin yopilaveradi, hurmatli obunachilar. Vakuum deb shuni aytaman. Bunday qattiq yopsangiz ham o'zi sekin yopilib oladi. Xo'p, Ularimizni narxlari aslida Aka bir xil narxdami hozir? bir xil aka. Mana Qayerga holiga rasisiy material aka, mukillismi, utlismi aka. Hurmatli obunachilar, razmerlari hammasi bir xil ekanda, demak aka. Razmerlari bir xil, faqat rangida ozgincha farqi bor ekan, hurmatli obunachilar. Xohlagan ranglarni, misol uchun sizga mashina yoqsa, mashinani olib borib, yuzga olib borib, dastavka qilishib ham berishadi, hurmatli obunachilar. Kelishilgan hollarda. Yaxshi. Bundan tashqari yana bormi mebellarimiz usta aka? Bor aka. Qani ko'rsataylik. Mana aka. Qani, bu yoqda ko'rsataveramiz bu. Tumbalarni Bu ham menimcha o'shini sherigi bo'lsa kerak, Bu yo'q. bolasi bu 1.20 ga 2.5 aka. 1.20 ga 2.5. 2.5 aka. Ichki holatlarni ham bir qator ko'rsatib qo'ying kamerachchi. Mana ichki holatlari bemalol kiyimlaringlarni ilsanglar bo'laveradi. Bu vakuumli ekan aka. Vakuumli. Vakuumli mana bu yoqlarga kiyiminglarni bemalol taklab qo'yishinglar bo'ladi. Polkalari 1, 2, 3, 4, 5 ta polkasi bor ekan. Pastda mana g'aladonlari ham bor. Bor aka. Narxi necha pul? Uni aka 1.300 kami bor deyapti aka. 1.300 ming so'm kami bor. kufeler, Bular kufelar. 1.80 ga 2 metr. 1.80 ga 2 metr razmerlari. Polkalari bitta, ikkita katta-katta, 4 ta, 5 ta. Ichkarida mana g'aladonlari ham bor ekan. Shu yerga bitta seyf qilib bering, menga qulf kalitli desa qilib beraverasizlar, ha, usta akalar. Ularning narxi sotilishi 2.1 million dan sotiladi. 2 million 100. Mana seyfi ham, mana tayyor seyflari ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Pat zakaz. Patenka qo'yadigan tumbalar. Tepada bitta g'aladoni bo'ladi. Turli xil svetlarni ko'rishinglar mumkin. Mana pastga bemalol oyoq kiyiminglarni terib qo'ysanglar turaveradi. Zo'r, bularimiz necha pul? Ularimizni narxi optim bahoga 360 mingdan beramiz, optimga. Xo'p, uni ham optim baho deyotganimning sababi, hurmatli obunachilar, sizning misol magaziningiz bor, kattaroq do'koningiz bor, shunga 10 ta olmoqchisiz yoki bo'lmasa 5 tadan ko'p bo'lish kerak, a? Xohlagancha olamiz. Ha. Optim bahoga necha pul dedingiz amaki? 350 so'mdan beramiz. 350 ming so'mdan ekan. Donaga olaman desachi? Doniga 400. 400 ming so'm. Amakimni ko'nglini olsanglar, donaga ham mana shu narxda qilib beraveradi, hurmatli obunachilar. Beraveradi. Yaxshi. Xo'p, Ular 1.20. Antrisol deymiz, bular 1.20 ni tepasida tumbasi borlari. Tumbas bor aka 1.20 ga 220 aka. 1.20 ga 220. 20 aka. Vakuumli bor aka. Ham 100% aparat. Tepada tumbas ham bor. Bular qanoti vakuum. Yaxshi, zakazga qilib ber desa, zakazga ham qilib beraverasizmi? Zakaz desa Necha puldan bularimiz narxi? 2 million 400 ming so'm. Bu laminat bo'lmaydi-a usti? Yo'q, laminat bo'ladimi? Laminat aka. Laminat bo'ladi. Laminat aka, qog'oz emas aka. Hammasi laminat.
Yaxshi xizmat qilaveradi-a, demak. Qilaveradi aka. Ona kupelar ko'rsatildi. Bunalarda ko'rishinglar. Bu ham ajoyib ekan. Pastda 3 ta g'aladoni bor ekan. Buni tepalarini ham ko'rishinglar Bu mumkin. aniq aka. 1.60 ga 220 aka. Bu ham 100% PH aka, 300 gacha aka. Mana vaqt bo'lmay aka, bu ham. Zo'r. Nech pul narxi buni? Bu aka 1 million 800 ming. 1 million 800 kam bor deyapsiz aka. 1 million 800 ming so'm kam bor ekan. Bu yerda mana To'rqolat 1.60 ga 2500 aka. aha. Buna 1,5 million so'm kam bor deyapsiz aka. Kelishib olamiz aka. Dastlab 1,5 million so'm. kelmasa bera olamiz aka. Kelishilsa dastlab Kelishlarga dastlabkasini bera olamiz. Eshiklari ikki tomoniga ikkitali bo'lar ekan, hurmatli obunachi. Ikki tomonga ochilar ekan. Pastda g'aladoni bor, mana. Ikkita. Ikki chekada ham. Bu hammasi bir xil ekan-a? Bir har xil result aka. Har xil svetda mana. endi bor kupe ko'r. 1.30 O mana masaqalari ham bor ekan, mana kupe. aytdi 1.30 dan to 2,5 metrgacha. Mana 170 ming. 1,5 1,5 metr aka bu aka. Balandligi 1,5. Ya bu 1,5 ga Ha, endi 1,5, balandligi 220. 220. Eshiklari mana qayon boshqa ochiladigan bo'lar ekan. Kupeli deb qo'yadimi aka? Kupelarni qo'ydi aka. Ichkari qismlarni, polkalari, seyflari, Kupe ham bor aka. g'aladonlari mana. Ikkitadan g'aladoni bor ekan. Bularimiz nech puldan? Ularimizni sotiladigan narxi 2 milliondan beramiz. 2 million so'm ekan sotiladigan narxi, qadrli obunachi. Narigilari va shu simetda, lekin ularning simeti mokri. Mokri. Mokri svetdagisi ham 2 million so'm, qadrli obunachi. 220 bo'lar. 220 aka. 220 ga 220. 220 ga 220. 220. Balandligi ham 220, eniga ham 220 ekan. Bu yerga ham bemalol bu narsalar ilib qo'ysanglar bo'ladi, tepada ham ilishlari bor. Ikki taraf ishga o'rta Sova visilka aka, bu ham o'rta uzra aka. Polka aka. o'rtasi ko'rka. Pastda mana g'aladon seyflarigacha qulf kalitli variantda ekan. Ajoyib. Qo'liga ustakalarimiz. Buni narxi nech pul? O tog'amiz. Tog'a? Nech pul narxi? Sotiladigan narxi 2 million 900. 2 million 900 ming so'm sotiladigan. Dastlabkasi mana bo'lsa kelishiladi. Dastlabkasi bilan ket. Necha minut bo'ldi videomiz? Yaxshi, bularni ham ko'rsating. 2 metrlik u. 2 metr aka. Buni narxi 26 kelishiladi. Savdo Buni narxi 2 million 600 ming so'm ekan, hurmatli obunachilar. Sotilgan. Ichki qismlarni ham yerlarda mana. Ochib ko'ra olinglar. eshik ochib qo'yadi. Bo'ldi, ko'rdik mana. Bu tomonga bemalol kiyiminglarni ilsanglar bo'ladi. Ikki tomonga kiyim ilsa bo'laverar ekan-a? Bo'ladi to'g'ri. Endi mana 1.30lar mana ular. Mana 1.30 aka. Bular mana 1.30. Yana 1.30, balandligi 2.20, ha? 220. Bir tomonga kiyim taklaysizlar, bir tomonga kiyim ilasizlar, hurmatli obunachilar mana. Ularning narxi 1 million 900. 1 million 900 ming so'm ekan narxi, qadrli obunachilar. Buni boya ko'rsatganimiz ham mokresi ekan. Mukli aka, ana bir xil aka. Bir xil. Mana bitta ish bor, qo'ysa bo'ladimi? Amaki, bu sizning ishingiz, ha? Nomeringizni ayting, amaki. Qani nomeringiz? Mana aka nomeri. 95 yil ekan aka. 95 ning 966. Mana meni nomerimni yozing. ayting, amaki. Bo'lmas ekan, amaki. Yo'q, bu meniki, bu nomer. Hop. Men bu aka ukamizda bu meniki, akasi o'ldi, ora ukamizki. Bir tug'ishganmiz. Aka ukamiz. Bu aytaveraymi? Ha. 95 ning 966 56 yil 9. 56 59 shu raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Hozir. Ketdi, yur. Hozir mazafar aka Bo'ldi, bitta nomeri yetadi, amaki. Xo'p, ona pulmi? Ha, qani Mana siz? aka meniki aka. Qani aka? Mana aka. Mashinam meniki aka.
Mana shular hammasi siz ishingizlar. Mana shu men aka hammasi aka. Xo'p, razmerlari qanaqa aka? Aka 1.62 225 aka. Uzoqroqdan. 1.62 225 aka. Kirlar aka. PX bosib bo'lgan aka. İşte seplarlarımız var aka. PX apparatda bosilganmi aka? Apparat bo'lsin aka. Apparatda bosilgan. Annes desa annes qo'yganmiz aka. Annes desa annes deb bera olamiz aka. Bera olamiz aka. 1.5 mingga beryapmiz aka. 1.5 ming so'm. Qo'lga tegyapti aka. Dastlabkasi ham bor aka. Yo'l qilib beramiz aka, hech qolsa. Yaxshi. Xohlasanglar ayni qo'yib ber desanglar, ayni ham qo'yib beraver ekan, hurmatli obunachi. Eshiklari mana ko'rishinglar mumkin, ikki tomonga ochiladi, ikki tomonga. Ularga oddiy aka, bunga vakuumsiz aka. Vakuumsizmi eshiklar? Zakaz bo'lsa qilib bera olamiz aka. Yaxshi. Razmeri hammasiniki bir xil ekan-a? Hammasi bir xil aka. Narxi necha puldan dedingiz? 1.800 kam o'ryapsiz aka. 1.800 kami bor. Nomeringizni ayting usta aka. 90lik aka. 90lik 202 202 24 93. 24 93 shu usta akamizni Nomerlari. nomerlari. Ishon qo'yaylik aka. Qaysi? Mana aka. Xo'p, bularimizni razmerlari qanaqa? 240 ga 220 aka, 3 bo'linadi aka. Mo tepalariga nima? Bu ashuna Mana qo'yib aka. qo'ying. Hozir sotdim aka. Ha, bu tepasida hech qanaqa narsasi bor-a? Shan bor aka. Qo'yib beriladi-a? Buni Qo'yib beriladi o'rni aka. turmaydi aka. Yo'q, turmaydi aka. Yaxshi. Xo'p, bu yopishadimi hozir? Yapsan aka. Ammo 3 ga bo'linganmi? 3 bo'lgan aka, hozir sotdim da siz uchun. Ha. Bu hammasi bunday bitta bo'lar ekan, hurmatli Bitta obunachi. bo'ladi aka. Necha pul dedingiz narxini aka? Uni aka 2700 ming so'm qilaman. Andijon shahar ichida bo'lsa dastlabkini ichiga qilib olib beramiz 2700 ga aka. 2700 mingga dastavkasi. To'g'ri o'sha? Dastlabkasi bilan beramiz aka. Yaxshi. Ana usta akamizning nomeri 90 202 24 93 shu raqamlarga aloqaga chiqaverasiz. Usta aka, rahmat, bozoringiz bersin. Charchamang. Faqat mebellarni iltimos aka. Xalqimizga chiroyli qilib, zo'r qilib, o'zingizga yasagandek qilib yasab bering akajon. Iltimos sizdan faqat. Xudo aka, chiroyli qilib aka. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurganman. Qadrli obunachilar, bu Andijon mebel markazidan juda ham ko'p xildagi kattalardan tortib bolalargacha mebellarni topishinglar mumkin. Mebel Market o'z kanalini yangi ochdim, hurmatli obunachilar. Shu kanalda qanaqa videolarda, qanaqa mebellarni imini shu mebel markazidan video syomka qilish maqsadida keldik. Keyingi videolarda qanaqa mebellarni video syomka qilib chiqaraylik. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, hurmatli obunachilar. Ham bo'lsa, bizning kanal yangi, shuning uchun albatta podpisatsiya hamda obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Mana bu tugmani ham albatta bosib, zo'r video chiqsa, ha, zo'r videolar olyapti, yaxshi videolar olyapti deb turib qo'llab-quvvatlab, kommentariyada iliq fikrlaringlarni kutib qolaman, qadrli obunachilar. Biz videomizni boshladik. Albatta befarq bo'lmaylik, kommentariyada qanaqa mebellarni video syomka qilib chiqaring, arzon mebellarni ko'proq chiqaraymi yoki bo'lmasa manaqa ugaloyda yoki bo'lmasa oshxona mebelda arzonroqlarini ko'rsating deb yozinglar. Yoki bo'lmasa bolalarni shkaflarini, javonlarini, belanchalarni, arzonlarni ko'rsating, zo'rlarini ko'rsating, chiroylilarini ko'rsating deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Xursand bo'laman, qadrli obunachilar. Sizlarning fikringlar men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Befarq bo'lmaylik. Qani biz boshladik.